gilam turadi desanglar, shu gilam ham bor. Ani kichkina gilam uyut bermayapti. Hozir masjidga katta gilam olib bering deyapman xo'jayinimga, что полный yopilsin. Olib berasizmi? Qarashlar. Yaxshi gilamlar qimmatda yoki aytinglar. Har gal pul ajratamiz deb boshqalarga ishlatib yuboramiz. Shundoq mana zalimiz to'g'risida oshxonamiz. Lekin videoga nisbatan uyimiz kichkinaroq. O'zi общий 100 kvadrat. Bu yerda 4-xona, hozir примерно sklad bo'lib turibdi. Mana estetikniy emas. Yonida mana garderobniy. Xullas, shunaqa 100 kvadratga 4 ta xona. Studiya bo'lgani uchun 3 ta xona deb qo'ygan. Endi uxlaymiz. Спокойной ночи degin. Hozir keladi. Спокойной ночи deb qo'y. Это туалет. Спокойной ночи deb qo'y. Azalim mana. Hammaga xayr.